Assalomu alaykum. İşimizni boshlab oldik 1-Mart. Shu Tracker avtomobilimizga 47 talik propan balon qo'yib beryapmiz. Miyasi blok upravleniasi торговкасы 200 originali bo'lyapti. Nordic Italian original reduktori. Motor ulasan, benzin aralashtirsa, mashina yuzadimi? Yuzadimi? Qani masalan, 3-paketni qo'ydik, kubikka. Sindi, mana uzdik. Hozir impulsga yetsa, buni so'zlaysan, 200 yetsa, ejektor bo'lyapsan, to'g'rimi? Benzin so'zlaysan. Ha. Nima o'ylab chalashtirmaga o'yibdinglar. Endi sen yo'qolib, ikki yo'qolib. Ya ular rosa atika qilyapti-ku. Avtomobilimizga 60 talik balon bilan propan bilan qo'yib beryapmiz. Oldi komplektatsiyasiga kiradigan bo'lsak 0.31 farsumka alohida qo'yilyapti. Ko'rib turganlaringizdek boshqaruv blok sistemamiz Stag GoFaz 200 o'rnatildi. Reduktorimiz esa original Italiyada ishlab chiqarilgan Nordic reduktori. Bu Tracker avtomobilimizga ham 47 talik propan balon bilan qo'yib beryapmiz. Unga qo'yiladigan oldi komplektatsiyalarga keladigan bo'lsak, bunga ham 0.31 farsumka bilan hamda reduktorimiz Italiyada ishlab chiqarilgan Nordic original reduktor. Boshqaruv blok sistemamiz Stag GoFaz 200 o'rnatilyapti. Onyx avtomobilimiz yana bitta Onyx propan hamda Tracker va Spark avtomobillarimiz. Spark navbatini kutib turibdi. Xudo xolasa ishimiz avjida.